Assalomu alaykum hammaga. Avvalambor bugungi bo'layotgan futbolda hamma komandaga omad tilaymiz. O'zbekistonga ham, Portugaliyaga ham. Avvalambor O'zbekiston yutsin, birinchi o'rinni olib kelsin, Xudo xolasa. Biz odamlarga o'xshab mashina qo'yamiz yoki bir 300 tani tekinga tarqatamiz demaymiz. Qo'ldan kelgancha futbolga aralashtirmaymiz. Yutadimi, yutqazadimi, avvalambor Xudo omadini bersin. 300 ming, 350 ming, 200 minglik setlarimiz har juma kuniga bittadan yo'q tekinga 250 minglik-a? Ha, 250 ming, 350 ming, 300 ming so'm. Bitta ko'rsatvoring. 10 xildan mahsulot har bittasi. Necha pul mashinasi? Bu 300 ming so'm. Mana bunisi 350 ming so'm. 10 xil mahsulot. Bunisi 250 ming so'm, 10 xil mahsulot. Shu mahsulotlar olganligi Juma kuni 1 litrdan mana bunaqa yo'q qo'shib beramiz. Tekinga. Hammalar kutib qolamiz. Manzil o'sha Chirchiq avtostasiya. Hammaga omad.